Avvalambor assalomu alaykum. Gavay ni hao, ya'ni hammaga salom. Har bir ishda eng zo'r bo'lishga harakat qiling. Shunda bu professionalizmni yuragi hisoblanadi. Odil aka birinchi marta mijoz bilan usta o'rtasidagi shartnoma va kelishuv to'g'ri metodi qanaqa bo'ladi o'zi, aka? Va o'zaro manfaatli bo'lish uchun nima qilish kerak, okajon? Avvalambor assalomu alaykum. Sizni bergan savolingizga javob beradigan bo'lsa, birinchi navbatda klient va ustaning o'rtasidagi muomala kelishuv ish jarayonida nimalar qilinishidan kelib chiqqan holatda yuzaga keladi. Ha, tushunadi. Bunda bizni klientning xohishiga qarab turib, shu obyektni dizaynni ko'rib chiqqan holatda qiyinchiligi, oson joyi yoki murakkab joylaridan hammasini hisobini olib turib narx e'tilinadi. Bunda biz klient bilan shu obyektni dizaynini olamiz, ko'ramiz, shu klientning xohishiga qarab turib o'zgartiriladigan joyga o'zgartirishlar kirgizamiz. O'zgartirilmaydigan bo'lsa shu holatda qoladi. Dizayn bilan kelib chiqqan holatda ish qilinadigan bo'lsa narxi albatta boshqacharoq bo'ladi. Demak, shartnomada ham birinchi o'chirda shu etaplarni обязательно aytib o'tib ketish kerak. Albatta shu boshida aytganimda klient bilan gaplashayotgan vaqtimizni ishimizni ko'rib olamiz. O'shanga aytdim-da boshida. Dizaynerskiy variantmi yoki o'zimizdan kelib chiqqan holatdami yoki siz tanlagan fasonmi dizayn tanlanadigan bo'lsa, tanlanganidan keyingina hisob-kitob qilinadi. Kasor Keramics'ga obuna bo'linglar, yanada ko'proq va qiziqroq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar.